Nimaga ko'tarmayapti telefonlarini? Nima olmayaptilar? Jonim. Ne unaqa kiyim olding? Nima qilay? Boshqa kiyim yo'qmidi? Meni bu yerdagi kiyimlar fokusim emas. Hammasi xotincha kiyimlar-yu. 2-3 kun kelinlik kiyimlaringni kiyib tursang bo'lardi. Men ketaman. Samolyotim 2 soatdan keyin uchadi. Yo'q. Boya nikoh o'qitdik jonim. Roziman dedingmi? Men aytganim yo'q. O'rnimga ammam rozimiz devordilar. Hey. Ammang yetadimi? Katta xolang yetadimi? Men bilan nikoh o'qitding. Domla seni ismingni, seni otang ismini, meni ismimni, meni otamni ismini aytib nikoh o'qidi. Bo'ldi. Nikoh tushadi. Bu degani meni mahramimdasan. Oh, men seni xotining emasman. Tugadi kelishuv. Tushundingmi? Jonim. Sen meni xotinimsan. Qanaqa kelishuv? Esing pasmi seni? Chakka olganmisan? Ha, boshida kelishdikmi? To'y kuni ketaman dedim. Anu chumo kecha tushunmadimi? Yaxshigina panyatga berib qo'ydim-ku. Hey, uni unaqa demang, og'zingizga qarab gapiring. Yo'q, Ha, qanaqa qaraydi og'ziga? Bitta ko'rsat. asabimga tevossiz. Hozir Furqat akam kelib, meni olib ketadilar. Hech qanaqa kelishuv yo'q. O'shanda men nima deganini bilasanmi? Nima degan?